Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana biz xudo xolasa o'tgan yil qurilgan Xumsangirga, Tojikiston Xumsangirga qo'yilgan zavodimizga keldik. Mahsulotlar ishlab chiqazib yotibdi ekan bir yildan beri. Semiyonlik ishlar. Va mahsulotlarini chiqazib, xudoga shukr, yaxshi ishlayapti ekan. Biron kamchilik muammolari yo'q. İşlab chiqazib yotibdi. Qoliplarni yo'qlar. Ko'rdingizmi, aytdim 5 ta odam ishlayapti, Baxtiyor. Taxla-taxlaga vaqt ko'p ketar ekan. Taxla-taxlaga ko'p ketdi-da. Sushilka qilishibdi mana. Quygan mahsulotlarni quyib chiqarishib yotibdi. Xullas, mana shunaqa zavodlar kimga kerak bo'lsa ekranda telefon raqam qo'yildirganmiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu 1 yil oldin qurilgan zavod.